Akalar, video o'chib qoldi. Uzr so'rayman. Akalar, undan ham arzon topib qo'ydim. 10 talik ochamizmi yo 4 talikmi? Da 5 talikni ochib yuboramiz. Gazmi? Da, gaz borlar. Agar shundan yaxshi narsa tushsa bilmam. 10 bulkoinga o'chyapmiz. Ko'ramiz nima tushar ekan. Yaxshi narsa tushsa, men 31 dan tushib bersaydi. Uxlatdi-yo. Yo-moyo. Voy, bola jinni ekan bu. Sizlarga maslahat beraman. 2.5x da 2.5x barobar beraverdi. Davay yana bitta. Go 5 talik. Davay. Mana undan 5 ta beraversammi? Ha, bo'ldi, yedirdi. Yo. Yedir. Ozgina foyda, ozgina, ko'p emas. Mayli. Davay yana. Yana bir marta risk. Buni risk ham deb bo'lmaydi. Davay, tushsin. Ultimate'dan tushib bersaydi. Yaxshi emas. Ozgina zarar qildi. Bola 10 talik ochamizmi yo 4 talik ochaymikan? Sal 4 talik yaxshiroq deb o'ylabman. Davay. 8 bulkoinga. Da tushib bersammi? Oy bo'lardi. Oy. Yaxshi. Bola, sizlarga ham shuni maslahat beraman. O'ta go'zal ekan, o'ta go'zal. Yedirdi. Javob yedirdi. Ularni yedirdik. Короче. Bola chotki ekan. Mana shu javob men garantiya beraman. Chotki keys ekan. Ham har bittasi 2 bulkoindan. Sizlarga maslahatim bitta ochib o'tirmanglar, bitta ikkita ochmanglar. Birdan ochinglar, 4 ta, kamida 4 tadan ochinglar. Mana yedirdi yarmiga. Mayli, buni yedirish ham deb bo'lmaydi. Davay yana. Davay go. Gaz. Ikkita ultimate tushib bersammi? Yaxshi bo'ladi. Mayli bo'la. Bitta 5 talik ochamiz ham. Bitta 5 talik go. Hol ultimate tushmadi. Yuqori xavf qilib ochamizmi yoki? Da yuqori xavf qilib keyingi safar